Assalamu alaikum. Dünyanın arkadaşlar yaşayotgan Şarq Türkistanlık aziz qarindoshlar, hammalarga bidai do'stlar Ahmad Qashqaridan yana bir qatam salom. Bugungi tava. Ko'rayotganinglar Gollandiyaninki Zey shahri joylashgan Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining ta'sis qilishida o'rinlashtirdi 2 kunlik yemek içmek yermenk faaliyeti. Türklerinin gibi bo'yicha aytganda kermes faaliyeti oldu. Bu faaliyetin naq meydanından edigen bir qatam anlatgan. Hozir yana qarindoshlarning tilidan yana bir qatam naq meydandan xabar beryapman. Hozir diqqatingizga Gollandiyadagi qarindoshlarning orasida kitobchilik bilan kitob o'qigan ishtiyoqi va kitob o'qigan nashriyat ishlariga nisbatan ajr singdirib kelayotgan Abdurimjon qarindoshimizningki bu faaliyetde teşkilleyen yoki o'rlashtirgan bu kitobchilik oid masalalarni sizlarga bir qator tanishtirib kelamiz. Hozir ma kitobni Assalomu alaykum. Bugün doppu bayrami deb hammadan dop so'radi-ku. Dopu ba. Maşallah. Qanday ko'ynikimiz bor inshaalloh, maşallah. Kimlarning tayyorlik tutgan? Kitobdan oyoqni bir atlas o'zgartirsak endi. Kitapta bir tunuşturdu bir başta. Abdurimjon, navbatsinlar. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatiniki bu yer bo'lgan yermenkisiga men uyimdagi barliq kitoblarni tizdim yermenkiga. Mana hamma kitoblar bor. Bu kitaplarniki ba'zilar o'zi hozircha saqlab kelgan vatanda chiqqan kitoblarga bu kitoblar setilmaydi. Biz bu qatam Teklimka Uyg'ur nashriyotniki qurg'uvchisi Jelil Tura akimizdan dish orqali kitoblarning hammani Turkiyada qaytadan besib, taqib, dunyoning har qaysi Uyg'urlarga yetkazib berishni nishon qildik hamda vatanda butun Uyg'ur ona tili yozg'imizga kitob materialning hammasi uy-uy kirib, yig'ib ko'ydirilyapti. Bu kitobni saqlab qo'yganlar, o'qib qo'yganlar turmushga kelib yetyapti. Yig'ib aytgan Uyg'ur millatininki madaniyat yıldızı kumurlup taşlanıyor vatanda. Şunun için biz bu kitaplarımızı saklap qilish uchun chetlarida nashriyatni taraqqiy qildirmoqchi. Masalan, muvaqqatim kitobning yemisi Ziyo Sametning yozgan G'ani Batur bu kitap. Onun keyindan Po'lat Qodirning O'lik tarixi bu Turkiya nashridan chiqqan kitap. Chaklangan kitoblarda Onun keyindan Sharq Turkiston tarixi Muhammad ibn Bug'ra aslimisi. Onun keyin Muhammad ibn Bug'ra asarlari Elixon Turamning Turkiston qayg'usi, G'ulom Osmonninki Gugun, o'ga G'ulom Osmonning hamma kitoblari bor mana mishada, butun kitoblar. Undan boshqa mana Mao Gitlerninki tarjimali mana eng yaxshi kitob, dunyoda eng dangliq tarjima qilgan. Gitlerninki bu üç kitobni bu Türkiye'de besildi bu kitaplarımı. Kılcık setildi hem zakkas qo'llanilishi tarjima shu ismlardan. Ondan başqa mana mava vaqtning qisqish tarixi Ser saat 4:20 Xorvat, maksat o'zim saqlagan kitoblar bu yerda bor. Bu kitobni Turkiya Jilturan avat berish orqali bu kitoblarni qayta bostirdik. Hem degan zakaz qabul qildik bu kitoblarni. Fat yaqin yana qayta besib chiqdi. Mava xalqninki qaronkir nazariyasiga nurg'un darsda bor. Raqib o'lib ketdi-ku bu. O'lib ketdi. Bu kitoblarni nima qilamiz? Undan boshqa Yozuvchi o'lib ketdi buni. Xalqim. Undan boshqa ma kitob bor, mava Qanday bu? Tayvan nashr qilgan kitobga mava Sharq Turkiston Uyg'ur haqiqiy yurti deb shu hamda bu kitoblarniki. Bu kitoblarni ma xil obdan setyapti Xitoycha bo'lsa-mu, lekin xalqimiz elyapti bu kitoblarni ma. Bizga setildi. Undan boshqa yana Mehmet Tosun Uyg'urniki 100 mashhur shaxs. Bu kitoblarga mushtur to'playotib oldiganlar qolsa Turkiyada Mehmet Tosun Uyg'ur o'zi septirdi bu kitoblarni. Undan boshqa angliyalik yozuvchi mana Nick Hollister'ninki qon tepchirgan daraxt bilan Xitoylik unutilgan xalq degan bu kitoblar bor. Bu kitoblar bu da yangidan nashrdan chiqdi. Bu kitoblarni bu qatim tuzdik. Undan boshqa Sirat o'smirlar jurnali. Bu jurnalga mushtir to'playotimiz. Mushtir bo'lgan bilan mushtir bo'lsa Turkiyadan adresi septirdi. Undan boshqa Erkin Sidiq akamizniki buyurish kitoblari bor. Mana tor kitoblari hamma nimalar bor. Tor kitoblarimi kitob oldi. Kitap oldi keldi hozir hammasi. Buningki Tor dunyosida kitoblarning hammasini kitap oyatga nashr qildirmaydi kitoblarni. Undan boshqa Bundan başka var milli kiyimlerimiz var. Onlar da bilmiş var.
Onda G'ulom Osmon efendimniki. Hoş. Buni mesela G'ulom Osmon efendimniki bu yaqinda maxsus kitobni o'zi tunishtirdi. Memtimin A'la efendimniki buni Kristos yazanısını tunishtirib qo'ygan narsa, bu danglik postlar to'plamay bu kitoblarni bu ekkeldik, az setildi bu kitoblardan mı degan. Undan boshqa Mane Sharq Turkiston geografiyasi bu kitap yangi chiqqan kitap ekan. Bu kitap bilan xalqni tunishtirdi. Tuzgan kitoblar bu kitoblarni degan bu yermak ep keldi. Undan boshqa tez uyg'ongan ziminlavat o kitoblar tugidi. Endi men ona yurtlarni buni haqli zakaz qildi. Bu narsani qayta yana bosimizdan bu kitoblarni. Undan boshqa miyada Uyghur doppulları var. Her xil Uyghur doppalimalar. Ondan başqa mana bayraklar var. Her xil bayraklar var. Baykulun bakel ha. Baykularım var. Çoğunuz numurlar var. Ya çoğu. Bu da kana bana şey Türkiye'deki evetke Marif Cemiyeti'deki yere. Standart mı ya? Onu bu da kana bana çoğu numara var. Her xil numaralar var bununki. Hem çoğu numara kaçta? Silik patada iş qilib bunu. Çünkü bir soğan idi. Üçek soğuğu normalde. Üçek var. Tafsirler XL. Bu bizi tatip etsin. Tamam öyle qarab bakın ha. Ondan başqa manda balalarımızga milliy ruhni singdirish uchun kichik har xil bayroqlar bor. Bu bayroqlarni balalar, ota-onalar balalarning kiyimlariga, maydalariga ulamdi yoki nimalarga ulamdi. Taqab birish orqali qo'yib bo'ladi ma bayroqni. Bu kiyim qadamdi qo'na. Kiyim qadaymiz hamda. Tikimiz yani. Ilg'ishdan nima qilib qo'ysak bo'ladi bu narsanikini. Undan boshqa uyimizga mana bayroqni esib qo'ysak bo'ladi. Meniki bir xili va yana birisi ikki xil. Bir yoqqa Gollandiya bayrog'ini o'ziga chatgan bir Türk Uyg'urlar bayrog'ini qilib qo'ysak bo'ladi. Undan boshqa ma bayroq va bu chaplin bayroq. Mashinamizga chaplab qo'ysak bo'ladi. Telefonimizga oqsa chaplasak bo'ladi. Bu yerda ajib chiqarichi bu. Yo'q uydagi to'nglatqo degandek har xil narsaga aynak chaplab qo'ysak bo'ladi bu narsaniki. Ondan başqa Muhammed Yusuf Qarimniki yozgan kitoblar, har xil kitoblar bor. Ma'lumuz diniy kitoblar bor. Ko'pincha bular hammasi diniy kitoblar. Va Qur'on Karimning Uyg'urchasi. Bana gap Qur'on Karimning Uyg'urchasi, bu da Turkiyada nashr qilingan Qur'on Karimning Uyg'urchasi bu yaxshi, bek sifatli, bek chiroyli qisilibdi. Varaqlar shundan o'chdi meniki. Shunda yani qog'oz qilibdi. Bu bor hamda. Buni oldiganlarga buni unisi bor. Bunda boshqa hamma kitoblar bor. Meniki endi boshqalar Onlardan hamda mishaki ota-onalar uylar saqlagan ba'zi kanavay ko'ylaklar yo'q. Masalan, Turkiyaniki Nuzgumniki kanavay ko'ylaklari bor ekan. Mavo Nuzgumniki kanavay ko'ylaklar ekan. Bunun evet Bu erençe. Erençisi var, ayolçisi var, küçük balının var, çoğun balının var. Hemmisindeki var bu narsa mana. Material da yaxshi ekan. Ya materiallar yaxshi ekanda mavamda. Hani vatanda milliy bo'lib keladi. madaniyat qilib butun narsa yo'q qilinayotgan vaqtda mana bir narsalarni nima saqlab qo'ymasak bo'lmaydi. Bularni ham yaxshi setilyapti hamda. Yig'ib aytganda Gollandik Sharq Turkiston Ma'rif Jamiyati o'zining olgan 7-chi qatimliq o'tkazgan bu yermak nihoyat ko'ngilli bo'ldi. Kitoblar obdan setildi, kerakli odamlarni jiq. Bundan keyin xalqimiz qanday kitob ehtiyojli qolib qolsa, iznak, bayroq, mushta kanavay ko'ynak, badam, doppa, har xil qanday ehtiyojli qolib qolsa, alo qilsa, xalqimizga yetkaztirish uchun uning ustida biz izlanamiz. Agar qanday talab bo'lib qolsa desa, shu talablarga asosan yani yangi turlar ustida izlanyapmiz biz. Ko'p rahmat ularga razı olsun. Sizga ko'p rahmat. Assalomu alaykum. Aleyküm selam. Salom Niyaz. Uyg'ur nidasi radiosiningki direktori quruvchisi. Hem başvurguchisi, hem shuguvchisi. Hemmisi. Hem başlığı hem askeri. Hem komandanlar askeri maşallah. Xo'sh, bugun faoliyat kepsizlar, xo'sh kepsizlar. Qanday ta'sirot olib ishingizdan va vatandoshlarga olib. Assalamu aleyküm. Şarkı Türkistanlık vatandaşlar aldı bilen hemmanlarınki dopu bayramınlar mübarek olsun.
Bugün Gollandiya'nın Zez şehirde bizden mağarip merkez tarafından orlaştırılgan yermenkede buluvatımız hazır. Nayetli avat bir bazar boptu, xudu vatandaki bazarlarga o'xshash. Bütün Uygur vatandaşlarımız bugün bu şehirde yığılıptı. Ballarımız oynawatıdı. Nayet yaxşı, nayet bir kızgın bir keyfiyatda bugünkü özümüzge təvə bolğan, özümüzge müstakil özümüz təvə bolğan dopu bayramımızda mana bu şəhərə ait mənlik ötküzüvatımız. Rəhmət sizlərə. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun. Cepat atsınlar. Ya capatasın özümüzün Bugün şey. hem Doppu Bayramı iken hem bu Avrupa Şarkı Türkistan Marif Cemiyeti'nin ki kırmızı yemek faaliyeti içmek iken faaliyeti de. Cepat atsınlar. Es koşu tutlar. Şuna oldu. Vatandaşlar salamlar olsun. Bütün vatandaşlarımızga köngülden salam. Gollandiyaliklarninki texmi aytimi aytı yaxshi kelib, qo'shilib bu yerda hem bahramand bo'lib, hem o'zining ko'nglini ochib ketishini tilab qilamiz. Ko'nglimizdan qarshilaymiz hammalarni. İnşallah. Bol köp rahmet. Esselamu Aleyküm. Rızkarım. Kamer ağın orada tulur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Maşallah. Selametullah. Allah şükür Allah. Maşallah. Mehmet bir davanın içinden Allah çıkardı. Esselamu Aleyküm. Aleykümselam. Ben biz resimden kokmaydık ama ketken vaktidir resim tartıştı sizler kokudağımızda kettim mi ya? Ya hiç kim Ben de bayramlar bekerek tatımla hiç kimden kokmaymış. Bayramı kasırga. Bir Allah'tan başka hiç kimden kokmadı yani şu. Dopu bayram iken, ben bizden yermenk iken. Hem yalanı ayrılıp gidelim geldik. Hemimiz bunda bir didak göreşkili. Elbette. Şu bana da Kaşgarlık'ımdan bir körvütte edip geldim. Ya hoş geldin. Hoş bulduk. Şunda işler. Oldu. Hazır bir Allah'ın kokumuz baş kokla hiç kimimiz yok. Ezelden ha. Kok hoş hemşire. Karındaşı çok tutulur onu da hoş rızkarım. Şikayet getirsen da vatandaşlar bu yolda kaldık. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugün Gollandiyada yarmank o'tkazdik. Bütün Uyg'ur qarindoshlar tarafdan yig'ilib yaxshi bizning satqan narsalarimizni elib, yemeklarni yeb, yaxshi faoliyat qilib o'tdi. İnşallah bu münasebet bilen bütün Uygur qarindoshlarimiz müşahede toplanıp o'zaro bir-birinden qarindoshlik duygusunu kuchaytirib ve yaxshi münasebetini o'rnatib o'zaro bir o'zining qarindoshlik o'zaro bir aloqalarni kuchaytirib shunda yaxshi faoliyatlarda bo'lib o'tadi. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Ham shunda faoliyatlarning davomli yaxshi o'tkazilib ko'plab o'tkazilishini tilakdoshlik bildiraman. Bo'ldi, rahmat. Dükkan nima xaridor saqlab qoldi? Bo'ldi. Nima lazım? O'g'lim nima lazım? Nima ishlar? Bir sıfır ya. Ha, maşallah. Bol aldırış öpetlersiniz. Görüşürüz. Qarindoshlar ondan başka halin kızlarımız, ayollarımız öyle tayyar çekken yerlik özümüzden yemeklerini pişirmekler bir yerde takdim ettiler bunu. Ondan da alıp vatandaşlara yani yerlik halklarga pulunu sütüp bunun kerimini cemiyetke hediye kılgan buldu. Bununla bereket kılmadı bu. Ama Ahmet'in notisine kavuk olanda kızlar ha yoga koçkanı tek yoğunlu bir kitap okudum ha. Kamera pazarları. Manzara güzel. He, bek aldıraç. Bek aldırar. Hiç kullanmadım. Güneşli tügüdü. Ama Dudalı takattı. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Qarindoshlar takımı yaxshi birlashdi Müslüman olayda. Bunun ismi nima ekan? Nima ekan? Samsa. Qatar gömdüler samsa. Ana, yemek içip lahmaydan o'tib lahmaydan o'tib bak ustamalar jabatlatib fırında içip ovet pişirip buna keslerden sık bir oldu da maşallah. Ay kızık karşı ağzı köye gidek. Ağzı kuyup git barda. Nevleri saklasın milletten. Ay ağzı yemiş daha resmi yaxşı. Ya ben kötüdüm. Buradan bulan. Bizden sizden şamsı çıkarmadınız değil mi evde? Kavap bezden kavap bir de bunda. Emmedin noçine kaşka telefonu Bizde ha. Acayip ulan. Kaşkat kavap.
Selamünaleyküm. Canlı yayındayım. Aleykümselam. Bir şey aldınız mı? Merak Valla çok- ettiğiniz. Çok ya da çok şey hoşlandığınız- aldık. Ne varmış size gelen? Hoşunuz gelen? 4 defa şiş aldık. Maşallah. Afiyet Ondan olsun. sonra o şeyden aldık. Neydi onun ismi? Samsa. Samsa'da aldık. He. Bu kadar. Bir de tatlı aldık. Maşallah. Bunun ismini bilmiyorum, bundan aldık. Hollanda'da mı kalıyorsunuz? Hollanda'da kalıyoruz, evet. Uygur Ücret'te. kardeşler hakkında ne biliyorsunuz? Efendim? Uygur kardeşler hakkında. Doğu Türkistanlar hakkında. Gariban halk görüyorum. Allah razı olsun. Size fazla keyif. Hayırlı günler. Tamam. Aziz kardeşler, her milletin var, başka milletin var, küravat bakan, kelip ziyaret bulup atkan, yemek içmek yavatkan karindaşlarımız mahali köp. Yaxşı bir faaliyet bulavatıdı. Assalamu alaikum. Nahmeden nim qilyapmiz? Ikki qizga qilib millat nasıl bir peş qadamlarda biz yaldan bulab qoladi bizga. He? Yo'qmi? Ko'ngillar. Assalomu alaykum qarindoshlar. Gollandiyadagi peş qadamlardan birisi. Shahilkom. Shunaqa? Shahilkom. Allah razı olsun. Bugün bir qadam tashrif qildilar. Bir o'gitlar o'z deslar, bu vatandaşlar bir vatandaşlar bir Ya ben cidden Meksik kitabından hemen hemen konuşturup oldu. Sizde bir uzun yıllık tarihleri var sizin Gollandiyada. Qandarak bir özgürlüş bulavatamdı vatandaşlarda özlerinin keyfiyatı qandarak. Çık özgürlüş oldu ya bu yakından beri bu bulup mumuşu Gollandiyadaki bu teşkilatlarınki hizmet bilen bütün sıra vatandaşlarını naiti canlandırdı. Bu cihetten beni körüp duruvattınız. Onun için Bu sizin ne birim o da? nevre. Bana net ya. Oğal ber. He. Bu Nevrişke. nevrişke. Maşallah. Nevrişke. Kelin. Siz tarihleri biraz uzun Gollandiya peş qadamlardan. Elbette. Hozir Gollandiyada Uyg'ur qarindoshlarimiz, vatandaşlarımız ko'paydi. Elbette. Ve o'zlaridan bir vatandaş yig'ilishlarida bir boshqa alamat bo'ldim bugun. Ay shunda romandaga o'tgan ikki qatamda bizni cho'ng navrni bu yerga akaga vaqtida navr o'ynab etib biz uyg'urcha biz men uyda tamomliq uyg'urcha gap qilgan ekan bolalar tilimizni unutib qolmaylik deb. O meya kelib bu tunji qatam bolalar bilan uchrashib bu uyg'ur bolalar bilan uchrashgandan keyin ular bilan o'ynab o'tirib yugurib meni oldim keldi vaqti bu yoqni shoir kelib bu biya bizning mamlakatmi deb shunday so'radi. Ama shunchalik ahvolda hozir hamda bu To'g'ri. Bo'libmi balla bek bolalar bundan naytayliqin bolalarning o'zligidan nima uchun bu bir xil shunaqa o'mliqqa shuna yala bo'lib qolsa shuni xabarini yapaslar şey apa deb shuni hozir bizga japa soldigan bo'lib qoldi. Bu yaxshi. yaxshi. Yaqinqi zamondan beri biraz munozara faoliyatlarini nahmaydan suhbatlar ko'p elib beryapmiz. Millatning ziyolilarining asosan ko'p solmoqda yendigan fikri milliy kimlikni saqlab qolishdi bo'ldi endi. Albatta. Bu Shu hozir bu tuyg'ularimiz shuning ichi qilgan bir ifodalanishida. endi bu emisi biludi bu inime yakında öykü bade köyde bu cihatte benim fikrim var anda arasında haftalarda cuma günleri açımıca tebrikname yazıp durman etrafın bunun da her vakit takiplayacağımdan şu mevcutluğunu saklaş için kandak iş gerek, millen ettiriş gerek, bütün cihatteki fikirlerine gözlemlikке karıştırını oturup koyma yoldaşlarımın izahatları yaxşı çıkıp özlerinin kimi bəygen bu programını adboran körüp durman bu mu hemin üçün o milletinin keliki ıslavat kallarını uyğutuş için mi çık nimisi var faydası var ama uzun bop durken bu da yakmagan çünkü bu cihetten bu roy cihetten bu şu milli özümüzün vatan yaşatı serinip ketkenlikten biraz tilim tutulduğun bop oldu halkın keçirişte Kalıplarının tuygan kalıplar var. Nurgul kalıplar keçirsin
Ya inşallah bunlar hemen de vuruşunda. Allah razı olsun sana senin. Ay ballar bir tatlı. Abdurrahman. Biz çıksaz evet. Ha. Başka tavsiyen var mı? Ya tavsiye yok. Bugün ballar şunda hoş al. Bu da ballar. Buna ballar he. Vallahi için ayrım bir yer hazırladık gel. Şeklep oynadığım bir yerde kayak tuttu. Çok böyle zırhısına ayağı geldi. Başka yerlik etraftaki yerliklerin, başka milletlerin ballarını da herhalde faaliyetler yakışıklı altıdır. Eğer kep kalsanlar Hollandiyaga Zeys şehrinin ötürükten Zeys şehri joylashgan bu yerde Avrupa Sharq Turkiston Ma'rif Jamiyatininki cho'ng bir o'rni bor. Yangi ko'chdi bular. Bu yerda sizlarni qarshi ola oladi. İçini içip ketsanglar albatta muhaciratdagi vatansizlikning azobini hali ko'p yengillatishga foydasi bor. Vaqt munosabati bilan va qimmat munosabati bilan men Allah nasip qilsa yana turli fursatlarimizda Allah bizga nasib qilgan fursatlarda biz sizlar uchun yana her vaqt foydali qimmatli deb qaragan narsalarimizni tang o'rtoqlashamiz inshaalloh. Bugün kechda Alloh xohlasa bir programmamiz oldu. Naq maydonda ko'rishish umidida sizlar bilan Janob Alloh topshirdik. Alloh omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.